Assalomu alaykum. Rus tili tekshiramiz videolariga xush kelibsiz. Mening ismim Eldor. Bugun biz siz bilan rus tilida sartaroshxonada eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Парикмахерская. Sartaroshxona. Где находится ближайшая парикмахерская? Yakin atrofdagi sartaroshxona qayerda joylashgan? Стрижка. Soch turmagi. Мне нужна мужская стрижка. Menga erkaklar sochi turmagi kerak. Стричь, подстричь. Kesmoq. Я хочу подстричь волосы. Men sochimni kestirmoqchiman. Покороче. Kaltaroq. Сделайте, пожалуйста, покороче. Iltimos, qaltaroq qiling. Длинный. Uzun. Оставьте сверху подлиннее. Типа, ismini uzunroq qoldiring. Челка. Kokil. Подстригите мне челку. Kokilimni kesib qo'ying. Мыть голову. Boshi yuvmoq. Вы будете мыть голову? Boshingizni yuvasizmi? Красить. Boyamoq. Я хочу покрасить волосы. Men sochimni bo'yatmoqchiman. Фен. Fen. Высушите волосы феном. Sochni fen bilan quriting. Зеркало. Ko'zgu. Посмотрите в зеркало. Ko'zguga qarang. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslargacha sog' salomat bo'ling.